Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchan jamoasining navbatdagi buyurtmasi asosida katalog yasab taqdim qilinmoqda. Quyidagi buyurtmamiz Qarshi shahrining o'zidan kelib tushgan. Xo'p, katalogimizni mana yasab taqdim qilmoqdamiz. Bu katalogimizni montaj bilan olganmiz. Nasib etsa, keyingi videolarimizda o'rnatilgan holat bo'yicha ham ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, katalogimiz haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, katalogga ishlatilgan mahsulotlar 2,8 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий listlardan yasab taqdim qilindi. Teplobmeniklarimiz qalinligi ham 2,8 mm ni tashkil qiladi. 32 va 25 mm diametridagi turbalardan teplobmenik o'rnida foydalandik. Birinchi qatorda 32 mm diametridagi turbalar ishlatildi. Yuqori qismida 25 mm diametridagi turbalardan foydalandik. Katalogimiz avtomat горелkaga moslashtirilgan. Oddiy горелkada ham foydalansak bo'ladi. Demak, xonadon katta bo'lgani hisobi, ya'ni katalogimiz quvvati katta, 300 kvadrat metr joydan 400 kvadrat metr joygacha bo'lgan hududni qizdirish quvvatiga ega. Ayni holatda katalogimiz 300 kvadratdan oshiq xonadonga qo'yib ishlatiladi. Xo'p, katalog o'lchamlari bilan tanishtirib o'tamiz. Katalogimizga 100 mm diametridagi turbani borni o'rnida foydalandik. 32 diametridagi rezba bachonik qo'yildi. Bachoniklarni biz katalogni 3 atmosfera bosimida tekshirish uchun aynan shu o'lchamdagi bachonikdan foydalanamiz. Buyurtmaga asosan istagan razmerdagi turba yoki bo'lmasa rezba qo'yib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu termobalon uyasi, aytib o'tganimdek, katalogni asosiy faoliyati avtomatik горелkaga mo'ljallangan bo'ladi. Ekonomiyani yanada oshirish uchun shu maqsadda, demak, katalogning eshiklari ham katta o'lchamda yasaladi. 23 sm ga 27 sm, ya'ni 17 sm balandlikka ega. Demak, boshlanishda aytaylik, avtomatikasiz ham, oddiy горелkada ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu sababdan ayni shu shaklda og'iz qismini qo'yib beramiz. Xo'p, katalogimizda hamma tarafida zaklopkalar bor. Oldida ikkita, eshigi hisobiga ikkita qo'yildi. Yonboshida ham mana ko'rib turibmiz, uchtadan zaklopka qo'yilgan. Orqa tarafda ham shu holat takrorlangan. Katalog bemalol bosim ostida, ya'ni yopiq sistemalarda ham ishlay oladi. Ya'ni ko'rinishda mana yasalish holati buklash uslubida amalga oshirilgan. Mana orqa tarafda bitta shof tushadi. Ko'rib turganimizdek, to'rtta qirrasida shof yo'q. Xuddi shu holat ichki korpusda ham takrorlangan. Ichki korpusda ham to'rt tarafda shofsiz holat bo'yicha yasalgan. Demak, ichida eslatib o'taman, qaroqda teplobmenik bor. Shundan 25 ta, ya'ni 25 mm diametridagi turbalar va 32 mm diametridagi turbalardan kombinatsiya uslubida foydalanildi. Katalog o'lchamlari bilan tanishib o'tamiz. Katalogimiz o'lchami 30 cm ga 30 cm korb asosida yasab olinadi, ya'ni buklash, stanokda buklangan holatda yasaladi. Ichki korb o'lchami 25 cm ga 25 cm o'lchamda yasaladi. Xo'p, katalogning suv aylanish qismi 78 cm ni tashkil qiladi, ya'ni mana pastki suv aylanish qismi 78 cm ni tashkil qiladi. Katalogning umumiy balandligi mo'risigacha 90 cm ni tashkil qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, buyurtma asosidagi har xil isitish qozonlarini yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ayni katalogimiz bugungi kunda 4 million so'm baholangan, ya'ni 4 million so'mga yasab berdik. Nasib etsa, keyingi videomizda katalogimizni o'rnatilgan holda ham video obzor ko'rinishida ma'lumot berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.